shiddat bilan o'zgarayotgan zamonda o'z qadrini qaddidan-da baland ko'targan, taqdiriga yangi menini yaratishga ahd qilgan nufuzli ustozlar, shogirdlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, shifokorlar, do'kondorlar, assalomu alaykum. Mening Ghana Team oilam, biz umid bilan va ishonch bilan qadam boshlayotgan 2026-yil yangi imkoniyatlar, yangi sahifalarda, yangi taqdirimdagi meni yaratuvchi al-kimyogar bo'lsak ajab emas inshaalloh. Kuchli ruh va yuksak salohiyat bilan biz Ghana Team Blueprint bilan har bir oilaga sog'lik va farovonlik olib kirishdek ezgu niyat maqsadda qat'iy ishonch bilan yangi yil bazmini siz uchun tayyorlamoqdamiz. Bu oddiy tadbir emas. Bir yilda bir marta keluvchi his tuyg'ularni qalbiga muhrlovchi lahzalar. 29-dekabr 2025-yil soat 12da Muhtasham Mumtoz saroyida yangi yil tadbirida biz sizni kutamiz. Bu yerda siz yuzlab nufuzli ustozlarni taqdirlash e'tirofini guvohi bo'lasiz. O'z ichki me'morini uyg'otib, qahramonga aylangan ustozlar bilan uchrashasiz. O'zingizni kashf etasiz va shu bilan birgalikda taqdiringizdagi yangi menni yaratishga Blueprint bilan ishonchli qadam tashlaysiz. Tezlik zamonda info biznes aqlli tizimda albatta siz boy bo'lasiz. Bu fakt. Blueprint Ghana shifo ishonchli ishlaydigan aqlli tizim. Siz yetishtirgan shogirdlar esa muvaffaqiyatingiz kafolatidir. Siz faoliyatning tizim jarayonlarini avtomatlashtiribgina xalqaro oliy darajali mukofotlarga ega bo'lasiz inshaalloh. Maqsad aniq, yo'l aniq, tizim aniq. Endi mas'uliyatni g'alabaga qaratamiz. 2026-yil yangilanayotgan O'zbekistonda sarguzashtlarga boy go'zal hayotni birgalikda yangi taqdirimizdagi menni yaratib birga qadam tashlaymiz. 26-yil yurtimizga tinchlik, xonadonimizga fayz barakot va oilamizga sog'lik va farovonlik ulashuvchi Ghana yili bo'lishini Allohdan so'raymiz. 2026-yilda 365 imkoniyat bor. Barchamizga muborak bo'lsin. Yurtimizga tinchlik, xotirjamlik doimo hamroh bo'lsin inshaalloh.